Sınıfta merhabachi, bo'lay sizga ko'makchi. Parto stollar toza, eshik derazalar omsoza. Bugungi to'qish mashg'ulotimizda 10 nafar o'quvchilar barchasi ishtirok etmoqda. Barakalla, rahmat. Qani bizning shior 100 hunarni chala bilgandan bir hunarni to'la bil. barakalla. Barakalla, yana kelamiz. Odobli o'tirish. Barakalla. Barakalla, mashg'ulotga quloq solish. Barakalla, juda yaxshi. Biz siz bilan mashg'ulot davomida texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilish haqida ko'p sizlarga tushuncha beraman. Mashg'ulot davomida texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilishimiz kerak. Qani texnika xavfsizlik qoidalariga nima asorat kerak? Ya'ni oyoqdagi tashlamaslik kerak. Bundan tashqari har bir o'quvchi oralig'ida 30-40 sm masofa bo'lishi kerak. Nima uchun 30-40 sm? Qani? Ya'ni sherigimizga shikast yetkazmasligimiz uchun. Barakalla, juda ham yaxshi. Biz siz bilan mashg'ulot davomida texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilish bilan bir qatorda gigiyena qoidalariga ham rioya qilishimiz kerak, to'g'rimi? Gigiyena qoidalari haqida kim menga qisqacha gapirib bera oladi? Siz gapiring. Ko'chadan kelganda qo'lni yuvish. Barakalla. Qani? Ovqatdan oldin qo'limizni yuvib, keyin ovqatga o'tirish. Barakalla. Qani? Sohiba? Tirnoqlarimizni olib yurishib, eng ko'p mikrob qayerda bo'ladi? Eng ko'p mikrob bu isbotlangan ekan, tirnoqning ichida bo'lar ekan eng ko'p mikrobimiz. Chunki saqlanib qoladi-ku mana tirnoqning ichida. Xabardormisiz? Juda ham yaxshi. Qani kim xabardor yangiliklardan? Qani biz yaqinda qanday kunlarni nishonladik? Qani 21-mart Navro'z bayrami. Yaxshi. 8-mart Xotin-qizlar bayrami. Yaxshi. 1-mart Qani? Rahmat. Dunyo federatsiyasi a'zolari yurtimizga tashrif buyurishi kutilmoqda. Barakalla, juda ham yaxshi. Biz 21-mart Navro'z va yasharish ayyomini va Navro'z bayramimizni, Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lashtirish shiori ostida nima qildik? Bayramimizni keng nishonlab oldik. Kim chiqadi? Kim chiqadi? Go'zallik jamoasidan, Nafosatdan qanday so'ra? Qanday turlarni bilasiz? Aura, Aliza, karton, koreyskiy kiyimlarimiz, bonbon va sintetik kiyimlarimiz bor. Barakalla. Rahmat. Qani yana kim chiqadi bu guruhdan? Qani? Malika, sen chiqchi? Kel. Oyoqcha to'qish uchun qancha ip kerak bo'ladi? 80-100 gram ip kerak bo'ladi. Yana uni hajmiga qarab ip kerak. yana o'zgarish mumkin, barakalla. Sizga ham rahmat. Qani? Nafosatdan kim chiqadi? Siz keling, Imonim keling. Foydalanamiz. Yangi biz har xil minchoqlar yordamida, har xil tasmalar yordamida. Mana bu yerga qarasalaringiz, mana yumshoq o'yinchoqlarimizni har xil kamizonlar yordamida va bunga qo'shimcha bosh kiyimlar, har xil minchoqlar yordamida va mana bu ko'rinishdagi o'yinchoqlar yordamida ham nima qilingan? Bezatib olingan mana oyoq kiyimlar ko'rinishda komplekt qilib bezatib olingan noz-minchoqlar yordamida oddiy bitta kamizonni turli xil ko'rinishda bezab olishimiz mumkin ekan. Buni mana e'tibor qilgan bo'lsalaringiz, mana bunga kamizoncha to'qiganda boshiga nima qilgan? Lentacha to'qigan, lentacha. Xuddi shuni
shunaqa komizoncha bu orqasiga shapkacha ko'rinishda qilib bezab olgan. Va bundan tashqari mana bu ayiqchamizni ustiga nimcha to'qib, bunga mos nima qilgan? Qo'shimcha tasmalar yordamida bezab olgan va bunga qo'shimcha yana nima aksessuarlar bilan bezab olgan. Siz bundan tashqari har xil bo'yinbog'lar bilan bezab olsangiz bo'ladi, har xil bosh kiyimlar bilan bezab olsangiz bo'ladi. Buni o'zingizni fantaziyangizdan kelib chiqqan holda bezasalaringiz bo'ladi. Bu men sizlarga yana bitta narsaga ahamiyat qilishingiz kerak bezashda. Yumshoq o'yinchoqni bezashda yana ahamiyat qiladigan narsalarimiz bu ayiqchamizning hajmiga va bundan tashqari uning rangiga e'tibor qilishimiz kerak. Misol uchun siz to'q rangdan foydalansangiz, buni och rang lentalardan foydalanib yoki bo'lmasa noz o'yinchoqlardan foydalanib bezasangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa mana bu ko'rinishdagi och rang ayiqcha, mana hajmi ham kichkina buni. Kichkina. Buni mana bu ko'rinishdagi mana asal idishchalari bilan bezalgan mana. Asal idishchalari bor mana qo'lga. Buni yana qo'shimcha bezasalaringiz bo'ladi. Buni mana bu ko'rinishdagi buni rangiga mos tushadigan har xil tasmalar yordamida bezasa yanada chiroyli va igna ip. Sizlar kleydan foydalansalaringiz ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa chiroyli qilib mana shu qo'l mehnati qilib tikib olganlaringiz ham bo'ladi. Demak, tasmamizni olamiz. Men mana bu rangdagi tasmalardan foydalanmoqchiman bugun. Mana shu ayiqchamizni bezash uchun. Mana shunga mos bu ikkita lentachamiz. Tasmamiz ya'ni tayyor. Mana bu ko'rinishda, mana shu ko'rinishda bog'lab olamiz. Mana bog'lab olamiz. Hammasini birlashtirib olamiz. Mana bu ko'rib turganingizdek, o'rtasida gulimiz ham bu oddiy tasmadan tikilgan tayyor qo'l ishi bu ham. Mana hammasini birlashtirdik. Mana alohida qilib bog'lab oldim va endi hammasini chiroyli qilib, chiroyli ko'rinishga keltirib birlashtirib olaman. Qilamiz yoki bo'lmasa uyimizda bo'lsa kattalar yordamidan foydalanib nima qilamiz? Chiroyli qilib bezatib olamiz. Texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilish doim yodingizdan chiqmasin. Bu yumshoq o'yinchoqlarni to'qib siz bemalol o'zingizni ukalaringizga to'qib bersalaringiz bo'ladi, jiyanlaringizga to'qib bersalaringiz bo'ladi sovg'a sifatida. Bozordan sotib olgan sovg'angiz boshqa, lekin qo'l mehnati bilan o'zingiz to'qib hadya qilsangiz, o'zingiz ham xursand, o'sha sovg'ani olgan ukangiz, jiyanlaringiz ular ham nimadir xursand bo'ladi. Siz buni yuqorida aytib o'tganimdek, bemalol issiq kleylardan foydalanib ham bezatib olishingiz mumkin. Texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilgan holda albatta. Yana bitta narsaga e'tibor qilishingiz kerak. Qo'l chokidan foydalanganda o'sha tasmalarning rangiga qarab yoki bo'lmasa noz-munchoqlarning rangiga qarab ipimizni tanlab olishingiz kerak bo'ladi. Ko'rinishdagi bog'lar bu shaklda keltirib o'zlaringiz bezatib olsangiz bo'ladi. Yana kimda bor igna? O'zingizmi? Bunda mana bu ayiqchamiz sizlarga sovg'a olib kelgan o'yin shartlari quyidagicha. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek ayiqchamiz o'zi bilan har xil mevalar olib kelgan. Mana har xil mevalar olib kelgan. Bir savatcha meva olib kelgan, bir tarelkacha. Shu mevalarni orqasida mana raqamlar berkitilgan. Orqasida har bir ikkita jamoadan ham bittadan ishtirokchi navbat bilan chiqadi va shu mevalardan istalgan birini tanlaydi va mana bu yerda ko'rsatilgan ayiqchamizni sovg'asiga ega bo'ladi. Shuningizdan ikkita jamoa ham tartib bilan bitta kelasizlar. Keling, oldingi raqamni ayting. Birinchi raqamdagi sovg'amiz marhamat sizga. Keling, ikkinchisi. Oling, xohlagansiz.
raqam. Qani 3-raqam? Mana ekan. Mana. Rangli qalamlar. Qani keling. Mana eng jaddiy o'quvchilarim, eng faol oling. Necha? Qani 14 toping, qani 14. Mana. Dasturxon. Qani keling. Keling. 8-raqam. Mana oling. Mana. Ortdan. Keling siz. Oling. 2-raqam. Mana chizilib. Keling. 10-raqam. Oling, 10-raqam. Keling, navbatdagisi. Sohiba. Nechinchi raqam? 9-raqam. Mana daftarcha. Mana o'quvchilarimiz uchun kerakli narsa. Mana. Olqishlang. Keling, yana qizim, keling. Keling, mana. Nechinchi raqam? 4-raqam. Mana rangli qalam. Keling, taqqan. Olqishlang. Keling sizlar. Keling. Oling. Necha ekan? 7. Mana, yon daftarcha. Endi sizlarni to'g'riga. Oling. Besh bilan 7. 11. 5 bilan 11. Qani? 11 va 5. 11 sizga ham? Sizga. Sizga ham. Ustozim to'g'rilar. Nima bo'ladi? 13. 13. Ustozga. Rahmat. Bunda har ikkala jamoadan bittadan ishtirokchi chiqadi navbat bilan va mana bu yerda keltirilgan savollarga birin-ketin javob beradi. Qani kim chiqadi birinchi? Chiqing. Keling. Qaysini olasiz? Oling. Ayiqcha bezash uchun qanday jihozdan foydalanamiz? Qaychi, kiyik, igna. Barakalla. To'g'ri. Mana sizga rahbar. Baraka. Yana kim chiqadi? Chiqing siz. Chiqing. Rahbar. Birdan rahbar savolga javob bermasdan omadli. Yana kim chiqadi? Bu komandadan, bu jamoadan chiqing. Ayiqchani asosan nimalardan foydalanib bezab olamiz? Ha? Barakalla. Har xil tasmalardan foydalanib, har xil bosh kiyimlardan foydalanib ham nima qilamiz? Bezab olamiz. Bitta qoldi. Kim chiqadi bittaga? Bitta qoldi. Jasmina, chiqing. Ayiqchani bezashda aslan nimaga e'tibor, asosan nimaga e'tibor qaratishimiz kerak? Ayiqchani bezashda asosan nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak ekan? Hajmiga. Uning hajmiga va uning rangiga e'tibor qaratishimiz kerak. To'g'rimi qizlar? To'g'ri. Barakalla. Mana. O'tiring. Mana bugungi mavzumizni ham mustahkamlab oldik. Yangi mavzumizni ham mustahkamlab oldik. Endi bugungi mashg'ulotimizda qo'lga kiritilgan navbatchilarni hisoblaymiz va g'olib jamoani aniqlaymiz. Qani, go'zallik jamoasi sizlarda nechta? 4 ta. Sizdachi? Sizlarda 4 ta. Demak, bugungi mashg'ulotimizda do'stlik g'alaba qozondi. Hammalaringizni tabriklayman.